Elba birodarlar, ayollardagi barcha gormonal buzilishlarga, ayollar mastopatiyasiga, ayollar jinskiy tomonlama nima muammo bo'lsa davolaydigan xususiyatga ega. Erkaklar gormonal buzilishlarga, prostata adenoma bo'ladimi? Erkaklar testosteronni zo'r oshirib berib, erkaklik quvvatini oshirib beradigan xususiyatga ega. Agar uyingizdan 2 yoshdan tepa bolalar bo'lsa, immuniteti pasayib ketgan bo'lsa, gemoglobin tushib ketgan bo'lsa, bir choy qoshig'ini 200 gram qaynab turgan suvga damlaysiz yarim soat. 100 gram ertalab, 100 gram kechqurun bersangiz, barcha turdagi kasalliklarni davolaydi. Odam organizmi yoshartirib beradigan xususiyatga ega. Ayollardagi barcha gormonal buzilishlar, jinskiy tomonlama nima muammo bo'lsa davolaydigan xususiyatga ega. Erkaklar prostata adenomasi, erkaklik quvvatini zo'r oshirib beradigan xususiyatga ega. Bolalar immuniteti zo'r oshirib beradi, gemoglobinni ko'tarib beradi, tanani yoshartirib beradigan xususiyatga ega. Eng qizig'i, sahrin diabeti borlarga uy sharoitida qondagi qand miqdorini pasaytirib beradigan xususiyatga ega. Buni birodarlar 2 xil surati bo'ladi, tanlashga adashmanglar. Pajitning deydi ruschasiga, xelba degan giyoh. Deyarli hamma bilsa kerak. Hozir qovoq yog'i nimalarga yaxshi? Agar sizda prostata adenoma bo'lsa, prostata yo'li shamollashlar bo'lsa, mana hozir sovuq salqin tushdi, peshobdan achishlar, tomchilash bo'lsa, prostata shamollash bo'lsa, mana shu toza qovoq yog'i, juvozda chiqqan toza qovoq yog'idan ertalab bir osh qoshiq, kechqurun uxlashdan oldin bir osh qoshiq iste'mol qiling. Peshobdagi yallig'lanishlar, peshobni yo'ldagi shamollashlar qovoqni baquvvat qiladi qovoqda. Erkaklik quvvatini oshiradi. Agar jigaringizda muammolaringiz bo'lsa, jigar tiqilmalari, jirovoy gepatoz, jigaringizda qotishlar bo'lsa, gepatit bo'lsa, mana shu qovoq yog'idan ertalab bir osh qoshiq, kechqurun uxlashdan oldin bir osh qoshiq iste'mol qiling. Xudo xolasa o'tqob dimlanish, zagib zaporlarni ochadi. Ich qotishlar deysizmi? Jigaringizda tiqilmalari, jirovoy gepatozlar hammasi ketadi. Bolalaringizda gijja bo'lsa, parazitlar bo'lsa, uy sharoitida mana shu toza juvozda chiqqan qovoq yog'i bilan gijjalarni qopi bilan tushirsangiz bo'ladi birodarlar. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Uy sharoitida bolalar gijjasini, prostata adenomasi erkaklik quvvatini oshiradi. Jigardagi tiqilmalar, jirovoy gepatozlarga, jigarda gepatit bo'lsa, qovoq yog'i davolaydi xudo xolasa. Mana o'sha mashhur kavrak shirasidan tayyorlangan kapsula. Suyaklari qaqshab og'riydiganlarga, bo'g'imlari og'riydiganlarga, artrit, polartrit, revmatizm grejasi borlarga, suyak yemirilishi borlarga juda yaxshi yordam beradi. Tabiiy kavrak yelimi shirasidan tayyorlangan kapsula. Sahrin diabeti borlarga juda yaxshi yordam beradi. Uy sharoitida sahringizni me'yorlashtiradi. Bolalar gijjasini uy sharoitida qopi bilan tushirsangiz bo'ladi. Ayollar mastopatiya, kista mioma, jinskiy zablevena, gormonal buzilishlarga juda yaxshi yordam beradi. O'sha mashhur kavrak shirasidan tayyorlangan kapsula. Agar sizda suyak yemirilish, artrit, polartrit, revmatizm greja bo'ladigan bo'lsa, ko'ksartiroz bo'ladigan bo'lsa, mana shu tabiiy kavrak shirasidan tayyorlangan kapsula birodarlar. Uy sharoitida do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Suyak yemirilish, artrit, polartrit, revmatizm grejani juda yaxshi yordam beradi. Alhamdulillah. Uzum sirkaning foydali xususiyatlari birodarlar. Tabobat olamida foydali xususiyatlari juda katta. Damashqli uyga tayyorlangan. Agar sizda o'tqoq muammosi bo'lsa, o'tqopingizda hazm yaxshi bo'lmasa, o'tqop dimlanish, zagib zaporlar bo'lsa, ich qotishlar bo'lsa, oshqozoningizda hazm yaxshi bo'lmasa, jigaringizda tiqilmalar, jirovoy gepatozlar bo'lsa, jigar qotishlar bo'lsa, mana shu uzum sirkasining zo'rini, tozasini oling, damashqlisini bir osh qoshiq ertalab, bir osh qoshiq kechqurun uxlashdan oldin iste'mol qilsangiz agar, yarim stakan iliq suvga bir osh qoshiqni aralashtirib ertalab kechqurun ovqatdan keyin iste'mol qiling. Jigardagi yog'larga, jigardagi tiqilmalarga bir oyga 6-7 kilo tabiiy ozdirib beradigan xususiyatga ega. Birodarlar, agar bo'yingizda og'riqlar bo'lsa, osteoxondroz bo'lsa, bellarda, tizzalarda tuz yig'ilib qolgan bo'lsa, bo'yragingizda mana shuni 2 mahal iste'mol qiling. Xudo xolasa, odam organizmidan tuzlarni haydaydigan uzum sirkasi bo'ladi. Birodarlar, agar sizda o'tqob dimlanish, jigar qotishlar bo'lsa, ortiqcha vesiz bo'lsa, mana shu uzum sirkani iste'mol. Shu tabiiy bayonjonda mana shu shifo, kenza shifo degan, Kanzi shifo degan giyohini birinchi ichgan kunimdan boshlab menga juda zo'r ta'sir ko'rsatdi. Sizda nima muammo bor edi, onaxon? Menda suyaklarim og'ridi. Hech qanday dorilar ta'sir qilmas edi. Xo'p. Bir oy bo'ldiki, men deyarli 50% qutulib bo'ldim o'sha. Mana shu kanzi shifo, suyak bo'g'imlar og'rishiga giyoh berganimga. Shu giyoh.
Gemoroy borlarga uy sharoitida bepul maslahat. Birodarlar, agar sizda gemoroy bo'lsa, ichki bo'lsa, yantoq toza asalimiz keldi mana. Bir osh qoshiqdan 2 mahal iste'mol qilsangiz agar, Xudo xolasa gemoroyingizni ko'zini oladigan xususiyatga ega. Asali yantoq tomirini o'zi mana birodarlar. Juda ko'p insonlar buni foydasi zo'r, allergiyasi borlarga, psoriazi borlarga, egzami borlarga, lekin gemoroy borlarga ham yaxshi yordam beradi. Ichish tartibi bir osh qoshiq 1 litrga solib 1 soat damlab kun davomida iste'mol qilasiz. Keyin tog'orada solib 10 minut 1 piyolasini qaynatib vanna qilasiz gemoroy borlarga. Gemoroyingizni ko'zini oladigan xususiyatga ega yantoq. Kitobdan olib aytyapman, do'stlaringizga jo'natib qo'ying birodarlar.